Termiz nafaqat Surxon vohasining, balki butun Markaziy Osiyoning ilmiy va ma'naviy markazlaridan biri. Bu manzildagi har bir tarixiy obida, muzey, eksponat ming yillik tarixning jonli guvohi. Voha markazida faoliyat yuritayotgan Termiz davlat muzey qo'riqxonasi faoliyati haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Muzeylar tarix va kelajak o'rtasidagi ko'prik. Bugun muzeylardagi eksponatlarga boqib, o'z zamonida ota-bobolarimiz qanday turmush kechirgani, ularning ish faoliyati haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz va hayotimizga shukronalar aytamiz. Muzeylarni sayohat qilish, undagi tarixiy jarayonlarni kuzatish bugun nafaqat ota-onalarning farzandlariga berayotgan vazifalardan biri, balkim ustozlarimiz, ta'lim jarayonida faoliyat olib borayotgan to'garak rahbarlari va iqtidorli yoshlar ham bu jarayonga birdek mas'ul. Biz Tarix va madaniyat muzeyiga tashrif buyurib, bu yerdagi gavjumlikni, o'quvchilar bilan to'la ekanligini ko'rib, yana bir bor xursand bo'ldik. Viloyatimiz boy tarixga ega. Ushbu muzey tabiat, tarix, etnografiya hamda tasviriy san'at bo'limlari orqali har bir tashrif buyuruvchiga o'zgacha taassurot ulashmoqda. Zarnigor Abduxoliqova viloyat kelajak markazida tasviriy san'at yo'nalishida yosh avlodlarga saboq beradi. Bugun u ham bir guruh san'atsevar o'quvchilar bilan muzeyga tashrif buyurib, ularning bilimini yanada boyitmoqda. Bolalarga darsdan tashqari madaniy hordiq olishimiz uchun tarixiy muzeyimizga tashrif buyurdik. U yerda bolalarni har xil janrlarda, portret janrlari, manzara, natyurmort, har bitta chizilgan rasmlar haqida, o'zimizning Surxondaryo viloyatimizda qurilgan Ro'zichorov maktabi haqida, Ro'zichorovning ishlangan asarlari, portretlarini ko'rib bormoqdamiz. Azizbek Ishmo'minov to'garak mashg'ulotlaridan ortib, ustozlari bilan birgalikda tasviriy san'at bo'limidagi noyob asarlarni tomosha qilish uchun muzeyga kelgan. Portret nechta jarayonda bo'lardi? Sizlarga aytdimmi? Ikkita. Portret, avtoportret. Portret bu odamning bir-birini qiyofasini bir-biriga qarab chizish, bu portret deyiladi. Avtoportret avtoportret buni o'zimiz oynaga qarab yoki rasmimizga qarab chizishimiz, bu avtoportret deyiladi. Bunda Ro'zichorov o'zining aksini o'zi, ya'ni rasmiga qarab buni ishlagan. Darhaqiqat kimdir bu eksponatlarga boqib tarixni o'rganadi, yana kimdir o'zi qiziqqan yo'nalishda bilim va tajribasini oshiradi. Umuman olganda muzeylar yoshlar tafakkurini boyitadigan, ularni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydigan muhim ma'naviy maskan hisoblanadi. Biz bugun Prezident maktabi o'quvchilari muzeyga sayohatga keldik. Biz bu yerda Surxondaryoning tarixini o'rgandik. Misol uchun, bobo-momolarimiz ishlatgan buyumlar, ular yashagan o'tovlar va ular ovqatda foydalangan cho'michlar va shunga o'xshagan narsalarni ko'rdik. Menga bu yerda eng yoqgan narsa gilamlarning naqshi bo'ldi. Bu bizning tariximiz ulkanligi va ularning mahoratini ko'rsatgan. Menga sayohat juda ham yoqdi. Hozirda men ingliz tilini puxta o'rganyapman. Shuning uchun biz ingliz tiliga kerak bo'lgan esselarni yozish uchun bizning milliy madaniyatimiz kerak bo'ladi. Men aynan mana shu milliy madaniyatimizni o'rganish uchun mana shu muzeyni tanladim. Bu yerda o'tovlar va milliy kiyimlarimiz, cho'michlar, avval millatimiz foydalangan narsalarni ko'rdim va o'rganib oldim. Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun bu endi menga juda katta yordam beradi va imtihonda yaxshi baholarda o'taman degan umiddaman. Barcha tengdoshlarimga bo'sh vaqtlarida mana shu muzeylarga kelishini tavsiya qilaman. Xulosa qilib aytganda, muzeylar yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Bunday tashriflar esa kelajak avlodning ma'naviy yetuk bo'lib kamol topishiga xizmat qilsa ajab emas.